Eğreyip dım yaman edim ahvalım ine. Bemel alel bir seansda ine. Karındaşlarım, doğallarım görünler men şetip yürütmen. Aralarınızdan kalıp gitmedim men. Toylara barılmadım. Merekelere barılmadım. Yine Xudoga şükür, Xudoyim şifalık bergeni rast olgay. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yana bir quvonchli kunda turibmiz. O'tgan safar 27-28 noyabr kunlari bepul aksiya qilib berdi Muyassar Otajonov tabib. Shu vaqtning o'zida shundan ko'p mo'jizali narsalar bo'ldi. Buni hozir videoning oxirida aytib o'taman. Endi Xudo xolasa, shu videomizda 1000 dona obunachi bo'lsa, undan tashqari 1000 dona like bo'lsa, sizlar uchun 9-dekabr kunlarini yana bepul o'zlarini davolash ishlari, tashxis qo'yish hammasi shuni ichiga kirib ketadi. Shuning uchun videoni qo'llab-quvvatlaymiz. Ko'proqina kam ta'minlangan oilalarni bu narsa bir sababchi bo'lib ketishi mumkin. Bemalol kelib, bepul sho'rlar davolanib ketadi. Hammasi sizlarga bog'liq. Like'larni hozirdan bosinglar, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, obuna bo'linglar. Shunda bizdan ham yuzimiz yorug' bo'ladi. Muyassar Otajonovning yanında yana bizlar bunday aksiyalarni sizlarga qo'ydirib beraveramiz. Endi o'tgan aksiyamizda navlar bo'ldi desangizlar, birinchi kunidan hassalarni tashlab bergan insonlar bo'ldi shu yerda. Men hammasini videoga olib qo'yibman. Xudo xolasa hozir shu videoda sizlarga qo'yib beraman. Shunday mo'jizaviy narsalar ko'p sodir bo'ldi. Bu yerda gap so'z bilan uni tushuntirish qiyin masala. Shuning uchun videoni like'larni 1000 ga yetiramiz. 1000 dona obunachi qilamiz shu videoni o'zida. Ana 9-dekabr kuni agar siz kelib bilmasangiz qolganlarga manfaati deyishi mumkin. Bir savobli ishda o'z qissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Asa videomizni ko'rishda davom etamiz. Like, obuna hozirroq bosib qo'ying, keyin yoddan chiqib ketishi mumkin. Asa endi videolarni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizda hozir bir quvonchli bir yangilik bo'lib qoldi. Birinchi kelishlarini bir anamiz gavallar hassalarda ikki hassasi durtdan bunda ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rgan guvohlar ham bor bu yerda. Birinchi lecheniyaning o'zida hassani tashlab yuqori chiqdilar. Hozir Xudo xolasa u yerlarni ham sizlarga qo'yib ko'rsatamiz. Nelardan chiqib keldilar, hammasi haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Siz sababchi bo'lgan sizga bayanamni aytganing. Men yine şu demde şu Muyassar Otajonovning klinikasining videolarini göremen, like basaman, şöyle gelish hevesim bor edi. Şu Shirin Chikonim necha yillardan beri Xosada birga yuriydi bize bilen. Şuna hamisha shifolik diledim. Şu Xosasini tashlab bizning qatorimizda yursa ekan dedim. Şöyle iştip görüp bugün 2 gün bular bepul davolaymiz degani uchun bulara 2 gün evvel telefon qilib yürün gittik. Şöyle bir barık geleli. Hazaris rayonu Oşar qishlog'idan geldik. Bir de yengem Arzigül, Chikonim Veysova enajon, Arzigül yengem, Shirin Chikonim shuları şunun iltimos yürüngler, menin yanımda yürüngler, bir gün kıdırıp gelesiler hiç olmasa, şunu öz gözlerimiz bilen göreli, liçiniyelerini göreli, bizden bir kabulunda olalı, deyip şuları iltimos etip alıp gelgen edim. Yine Shirin Chikonim özü yapırsın. Men bir yere gelgahı sıra yürülmeyden ahvalda edim. Büyümde yığılab yatı edim. Bu Chikonima gapi bilan eshigim oldina taksi olib borib olib keldi. Bir yere chiqqan vaqtida bir yosh yigit ko'tarib chiqardi meni. Lekin pastga tushib, lekin bir 200 lechenasini oldim. Yana bu Buxorolik bir doktorimiz bor ekan, bola rahmat shunga. Bitta shuni bir seansida oyog'imning belimning og'riqi qolib, yig'lab, o'zim yugurib 3 marta borib keldim. Quvonganimdan. Hozir ham sizlarga ichi dardimni hech bir ochiq aytib o'rmindiribman quvonganimdan. Yürüp gözeteyim. Oy, yine. Yürü bana. Gelin telefonunuzu bana verin. Yine. Tutun hemen tutun. Gözleyemezsin. Eğreyip dım yaman edim ahvalım yine. Bemel alel bir seansda yine. Karındaşlarım, doğallarım görünler men şetip yürütmen. Aralarınızdan kalıp gitmedim men. Gözleyemezsin. Toylara barılmadım. Yığlama. Merekelere barılmadım.
Yine Xudoga şükür, Xudoyim sağlık bergeni rost bolgay. Şu kızımızam, şu doktorumuzam, dım katta rahmet. Xudoyim dünya durguncha bolgay bular. Kuan Türkman, gelin balam siz bilen düşeyim. Evvel yığladım, Gelin doktor. son yürümeke başlayan son gözüme yaxşı göründü. Yine benim şifakarım. Xudoyim dert görmeyeysiz. Meninle aktıkçoluk suyu oturgaysız. Balların, yurtun ahvalına, derdine kulak koyup şunu yaxşı etiştiler. Rahmet silere. Xudoyim köp yaşanlar. Hecham kasalam bo'lmang. İlohim. Bu dafa kelsangiz ham xursandchilik bilan keling. Inshaalloh Xudo xolasa yana sizni bu birinchi seansimiz, ikkinchi, uchinchilariga borku, vashi o'zingizni qadingizni tik tutib, bemalol bozoringizga ham borasiz, to'ylarga ham, marakalarga ham bemalol qatnashasiz. İlohim Xudoyim. Resmin 2 metre odam edim. Yine diklendim. Tüyege okşak kalıverdim ben. Beklenip. Allah taala meni şifa beraman desa bir Xudoyim kunda ekan. şifalıkın bergeni rost bolgay. Ayting, yoshingiz nechida? Yoshim 65'te. Bundan oldin ham ko'p doktor Voy. yuguribdingizmi? 2010 yıl epresiya ettirdim bilimne. 2010'dan yaxşı yürüdüm. Yakı 15 yılda verin hem yere bar çıktım. Hemme tövüp boğma doktor boğma bardım. 10 gün payda etedi. 10 gündeki yine şu ahval. Bel tartık aladı. Ana shuni tik o'tirib bilasizmi? Yok. Yok, yine çikollarım yok. İki kolumda xosam, iş ahval dedim yine. Üşün etip. Divanıma çıkıp yatılmı dedim. Bir adam ayakımdan götürüp koya dedi. Hozir gelgan vaqtlarimdan bir yigit yordam bergan ekan. Girişga Xudoga şükür. Hemmeniz gelinler. Uyda kısını oturmang, bala çağanam oylamang. Özünüz canınızı oylang. Balla öz yoluna. Turmuş ortağınız ham öz yoluna. İnşallah şunchalik qiynalganlar bechara. Hiç kim biröv koluna, hiç kim biröv koluna karab dermili yatmagay. Biröve iş buyurup yatmagay. Özü sağ olup, yugurib yortup etirge işini. İlahi. Xudoyim rahmet balam Yani sizlere. sizni tashxisiniz size doktorlar ne deb tashxis qo'yadi? Yo'q, o'zlari ko'ringan bilan oldin bir Hay. yemirtiga tushgan bilan masalan grija Düşkenme yemirtiga. Belde hozir 3 joyda grija bor dedi. Tavan beldimi? Belimde. Dizimin o'ng tarafim çanakı yapışık kalgan. Ha. Sünek yemirliş olgan. Suyak yemirlash ham bor. Bir çep yakında sel açıklık bor. Ha. Shunday tushuntirdilar. Operasiya etish kerak dedilar. Men yig'lab uyima borib yotib qolaverdim, kerakmidi operasiya. Endi baribir yurölim men deb. Yine chiqonimni sharofati bilan Buyoqqa chiqqanlarimiz buyoq taraf. birga o'qiganmiz. Siz ham chiqqani? 10 yil birga o'qiganmiz bular bilan. Nereden sizlar? Qozog'iston. Ey falam gözleymesin. Az menem emosiya bo'lib turibdi, lekin yana men gözleyadi deb so'lab falam gözleymesin. Bir dilg'ajizda bir holatni ko'rib. Rahmet sizlere. İlayim. Ben elenibek geldim. Siz sebepçi oldunuz. İnşa enem. Üşün etmen. Gelip gittin demesinler. O bizler böyle etti. Allah canına Süleyman şunu şu çikolata. Bir minutam bu ahvalda durur mu dedin. İnşallah. 2-3 adım atsan 3 çeki gitar dedim. Kart gite dedim. Aytganınız. Yaxşı balam rahmet. Aytganınız gelsin. Mesir canım rahmet. Aytganınız gelsin. Şunu joyları açıp Allah size odamlar derdine kulak koyturgan. Aytganınız gelsin. Ata siz buyoq taraf enami shu hassada ikki buklanib kelganini ko'rgan ekansiz. Ko'rdim. Haqiqatmi shu azonda Haqiqat ko'rdim. Men ham shundan sal tikayinkirab kelgan chiqarman. Men ham shunday tinkirab keldim. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Ha, muolajalarni oldingiz shunda. Muolajalarni Qaysi muolajalar oldingiz hozir? Birinchi kun. Hozir yana to'q oldim. Ana banka oldim. Ha. Magnitniy bankami? Muyassar opani o'zi ko'rdimmi? Muyassar opani o'zine ko'rindi. Muolajasini oldim. Hozir ancha yaxshiman. Yaxshi. Hammamizga da mana yaxshi niyat bilan kelgan ekanmiz. Alloh taolo shifoi komilni ato etgay Xudo. Aytganingiz kelsin. Yine aziz yurtdoshlar, atamiz yine
Hacı yaşta- atanızman, Hacı yaşım atam. 76'da. Ha, Vatanga salkam 50 yıl xizmatim var. 28 yılı harbiy xizmat qilganman. Yana 21 yıl va yana kafedrada, harbiy kafedrada ders berganman. Ancha baquvvat edim. Mana Grija degan bola sal nasr nemat yeb qo'ydi. Bo'lmasa fizически yaxshi bo'lganman. Kandidat master sportidan. Padjudo. Sportsmen bo'lgansiz. Yomon bo'lmadim. Ega. Yosh kattaygandan keyin endi ozgina tovar ekan. Ovada sabr qilishimiz kerak ekan. Batdaridan asrasin deb. To'g'ri. Masalan, O'zingiz qayerdansiz ota? Qoraqalpog'istonning Xo'jayli degan rayondanman. Xo'jaylidansiz. Dim yaxshi. Shifosini bersin. Hali birinchi kuningiz, xudo qalasa. Rahmat. Hali davom ettiraverasiz. Hammamizga shifoyi kamol bergan Xudoyim. Iloyim. Aziz yurtdoshlar, bizlarda bir yana quvonchli bir yangilik, xudo qalasa. Buyana akamiz yana Beruniydan kelgan ekanlar. Shu kelgan vaqtlarida hassada kelgan edilar. Keyin 7 kun yana davolanibdilar bu yerda. Kelgan vaqtida birinchi kununda hassani tashlab berganlar. Yana xudo qalasa hozir o'zlarini eshitamiz. Aka aytib bersangiz, nechta ahvolda kelganingiz bu yerga kelgan vaqtda? Tashxis sinov deb qo'yilgan edi doktorlar tomonidan sizga. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men hassada kelgan edim. Oyog'im og'rib. Doktorlarimiz grija var dedi. MRT'ga tushdim. Oyoqda kista var dedi. Suyak emirilishi var dedi. Shu bir oy sanishtirdim. Ukol aldım. 3 oy aqsanlab yurdim. Bir oy sanishtirib, yaxshi bo'lmadim. Shunda o'tib bu yerda YouTube'da ko'rib shu yerga keldim. Bir kunning ichida hassani tashladim. Mana 5-6 kun lecheniyalarni oldim, to'qlarni, fizioterapiya, biotok, kastaprap davoladi. Hozir yaxshiman. Hozir aka yurib ham bilasiz o'xshaydi. Yurishingizni ham men ko'rdim. Ozgina xalqimizga bir yurib ko'rsatib bera olasizmi? Ko'rsinlar qani. Shu hassada kelmadingiz, Aytmang. Endi shu hassani bemalol tashlab shu yerda yurib bilasizmi? Ko'ringlar, aziz yurtdoshlar. Yaxshi. Balam. Xudo shukr. Beruniydan ina danigan bilganlar bo'lsa ina yozinglar. O'sha akamiz ina necha vaqtdan beri hassada yuribdingiz aka? Shu 3 oydan beri 3 oydan beri. Beruniydan hamma biladi uni. biladi. Qarindoshlar, ina bemalol ina o'zingiz guvoh bo'lib tursizlar, xudo qalasa uzoqdan so'ntirsin. Ya men Sartajonga davolab, xudo qalasa ina shogirdlari yanında doktorlari bir Alloh taolo bir sababchi qilib, shu ahvolda ina akam o'ynab kulib o'tiribdilar. Yotib olandingiz bu yerda. Yotib qoldim. Sharoitlar yaxshimi? Shukr yaxshi, ovqatlar ham yaxshi. Yaxshi. Qolgan ma'lumotlarni menimcha berib o'tdik. Bu yanında bizani qo'llab-quvvatlab tursanizlar, biz yana bunning chiroyli yangiliklarni chiqarib beramiz. Kasal bo'lsanglar, shu yerga kelishingizni tavsiya qilaman. Menday kasallar, grijasi bor. Men shu yerga tavsiya qilaman kelishingizni.